Xo'sh, o'quvchilar bilan nostandart shakldagi tenglik ko'ramiz. Bizga quyidagi tenglik berilgan javoblarni topishimiz kerak. Y kvadrat bu tarafga o'tkazamiz. Bizda qoladi ilzosida 16 minus modul x katta yoki teng y kvadrat plus ilzosida y minus x kvadrat minus 2. Ko'rishimiz mumkin. Mana bu ifodaning eng katta qiymati 4 ga teng, to'g'rimi? Chunki modulda x har doim musbat bo'lsa, 16 dan ayirsak, ifodaning qiymati 4 dan kichikroq ketadi. Shunda bu yoq eng katta qiymat 4 bo'lsa, y ning eng katta qiymati 2 bo'lishi mumkin. Demak, y kichik yoki teng 2 dan, katta yoki teng minus 2 dan bo'ladi. Ana endi mana bu ilzosida har doim musbat bo'lishidan biz y minus x kvadrat minus 2 ni katta yoki teng 0 deymiz. X kvadrat va 2 ni yo'qqa o'tkazadigan bo'lsak, y dan kichik yoki teng x kvadrat plus 2. Y bizda 2 dan kichikroq edi. Demak, bizda x kvadrat plus 2 ham kichik yoki teng 2 dan bo'ladi. 2 lar qisqarsa x kvadrat kichik yoki teng 0 dan kelib chiqadi. Ya'ni endi x kvadrat 0 dan kichikroq bo'lishi mumkin emas. Faqatgina 0 ga teng bo'lishi mumkin. Demak, x teng 0 ekan. Endi x larni o'rniga 0 ni qo'yib chiqamiz. Shunda bizda ilzosida 16 minus 0 katta yoki teng y kvadrat plus ilzosida y minus 2 hosil bo'ladi. Bu yog'i 4 dan kichik y kvadrat plus ilzosida y minus 2. Hop, y minus 2 ni biz aniqlash sohasini oladigan bo'lsak, y minus 2 katta yoki teng 0, y katta yoki teng 2 hosil bo'ladi. Bu yoqda bizda ko'rishimiz mumkin y imiz 2 dan kichik yoki teng. Bu yoqda y 2 dan katta yoki teng chiqyapti. Shunda faqatgina umumiy javobimiz y teng 2 kelib chiqadi. Demak, javobimiz x 0, y 2. 0 2.